Bir o'g'ilchani kiyintirib chiqaylik. Mol ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Nima urasan bolani urib tarbiya qiladimi? Qaltay ketadi. Yur oldimga tush. Tavba qildimi? Ada, hamma futbolkada 89 mingdan ekan, qarang. Ho'kiz hamma narsaga tetashurma. Voy, bo'ldi qiyin, hamma qarab turibdi. Ko'raver bolam. Ahmad, qara, shim shalvarlar 89 mingdan ekan. Ko'rur. Bachkanalashma. Hey, endi yurishini ham kontrol qilgin. Jamichiga otib olsan-da. Ko'raver bolam. Ada, hamma oyoq kiyimlar 89 mingdan ekan. Menga ham vashshi yoqdi. Menga yoqmadi. O'zim tanlab beraman. Ahmad, mash xaraktering bilan bola o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Urib, urishib bola tarbiya qilib bo'lmaydi. Bolani o'ziga qo'y tanlasin. Bor. O'zingga yoqqani tanla. Yes. O'g'linja qolib ketdi-yu-a. Chiq qolsa kerak. Yana Qalay, zo'rmi? Yaxshi. Mana senga nima qattiq turish kerak ekan? Yech bashindigina. Kiyvaganda qara. Xotinlarniki bu. Tegma o'g'limga. Aytdim, aralashmagin deb aqllilik qildi. Qattiqroq turib to'poy qilib tarbiyalaysanmi? Ya, vaqoligimni tegma. O'ziga yoqqan bo'lsa bo'ldi de.